Bugun 22-mart butun jahon suv resurslarini asrab-avaylash kuni. Bugun BMT tomonidan xalqaro miqyosda juda ham ko'p suvni asrab-avaylashga bag'ishlangan targ'ibot, tashviqot ishlari amalga oshiriladi. Shu fursatdan foydalanib sizlarga bugun yurtimizning, mintaqamizning fojiasiga aylangan Orol dengizi haqida ozgina to'xtalmoqchiman. Orol dengizi 1950-60 yillarda Sovet ittifoqi tomonidan chiqarilgan paxtalashtirish, unumsiz yerlarni unumdor yerga aylantirish siyosati natijasida hozirgi holatga kelib qolgan. Tushunishingiz uchun Amudaryo va Sirdaryo suvlaridan rejasiz ravishda sun'iy irrigatsiya tizimlari orqali foydalanish oqibatida yetarlicha suv Orol dengiziga yetib bormagan va asta-sekin emas, tezroq qurishni boshlagan. Ammo tanganing ikkinchi tarafi bor. Aynan o'sha Amudaryo va Sirdaryo suvlarining sun'iy o'zlashtirilishi natijasida 100 minglab gektar unumsiz yerlar unumdor yerga aylantirilgan, u yerga aholi ko'chirib o'tkazilgan, ya'ni ekin ekilib foyda qilingan. Misol uchun hozirgi Sirdaryo viloyati va Jizzax viloyatining juda ham katta qismi aynan shu siyosat natijasida o'zlashtirilib, unumdor yerga aylantirilgan. Nima bo'lganda ham Orol dengizi fojiasini bu kabi omillar oqlab bera olmaydi. Agar o'z vaqtida suvdan rejali foydalanganimizda ham Orol dengizi hali qurimagan bo'lardi va unumdor yerlarga ham ega bo'lgan bo'lardik, mening fikrimcha.